Hijoma haqida zo'r tushuntirish berilibdi. Diqqat bilan eshitamiz. Hijoma. Bunda haqiqatdan ham organizmda harom qon chiqadimi? Bu haqda siz nima deb o'ylaysiz? Hijoma payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davridan beri bizgacha yetib kelayotgan sunnatlardan biri hisoblanadi. Bu zamonaviy tibbiyotda o'z isbotlarini topmoqda. Hijoma ma'lum bir nuqtalardagi teri osti nofaol qonlarni tashqariga chiqarib yuborish jarayoni hisoblanadi. Hijoma bizga nima qilib beradi? Hijoma bizda qon aylanishini yaxshilash, immun sistemasini ko'tarish, og'riqni qoldirish va asab sistemasini tinchlantirib berish vazifalarini bajaradi. Hijomaning afzalligi nimada? Oddiy va tabiiy, profilaktik va davolashda qo'llaniladi, deyarli nojo'ya ta'sirlari yo'q va tez ta'sir ko'rsatadi. Insonda aslida harom qon bo'lmaydi. Faqatgina teri ostida nofaol qon bo'lib, uni tashqariga chiqarib yuborilganda bizda biologik faollikni oshirib, yangi qon hosil bo'lishini stimullaydi. Qo'shimcha qilib shuni aytsam bo'ladiki, qon bosimi, ya'ni daliniy kasallikni davolashda ham hijomadan aktiv foydalanamiz. Effekti juda ham yaxshi bo'ladi. Agar siz ham hijoma olmoqchi bo'lsangiz, bizga murojaat qiling. Obuna bo'lishni unutmang. Sog'lig'ingizni asrang.